Musa alayhissalomning onasi. Musa alayhissalomning onasi Xristian diniy manbalarda o'z ismi tilga ilingan bo'lsa-mu, Qur'on Karimda Musa, ya'ni Musa alayhissalomning onasi degan ism bilan tilga ilingan. O'z zamonasining katta podshohi Fir'avn Musa alayhissalomning qavmi Bani Isroilni qul qilib, ularga turli tuman zulmlarni qilgan edi. Fir'avn bir kuni qo'rqinchli bir tush ko'rib, qo'rqib uyg'onib ketdi. Fir'avn bu qo'rqinchli tushning ta'birini bilish uchun tush ta'birchilari, sehrgarlar va munajjimlarni chaqirib, ko'rgan tushini aytdi. Ular tushga ta'bir berib, Bani Isroilda bir bovoq tug'ilib, Fir'avnning taxtiga tahdid bo'lganligini, Fir'avn va qavmini bu zamindan chiqarib, podshohligini qo'lga olganligini va Fir'avnning dinining o'rniga boshqa din elib kelganligini aytishdi. Buni anglagan Fir'avnning qo'rqinchi texmi kuchayib, g'azab tashdi. Buning oldini olish uchun Bani Isroil tug'ilgan o'g'il bovoqlarni o'ldirish buyrug'ini chiqardi. Bovoqlar bir yil o'ldiriladi, yana bir yil hayot qoldiriladi. Amaliyotda Fir'avn bu yerda muhim bir nuqtani tushunmagan edi. Agar Fir'avn ilohiy taqdirga ishonib, shundoq bir bovoqning dunyoga kelganligiga ishongan bo'lsa, har qancha qilibmi uning oldini ololmaydiganligini tushunish kerak edi. Agar imonsiz bo'lgan ekan, ilohiy taqdirga ishonmaydi deyilgan taqdirda bu tushni parvoyiga olmaslik kerak edi. Lekin Alloh aql idrok bermasa, inson ana shunday bema'ni ishlarni qilib yurish kerak. Musa alayhissalom Allohning hikmati bilan bu vaqtlar o'ldiriladigan yil tug'ilgan edi. Allohning qudrati bu yerda yana bir qatim namoyon bo'lgan ediki, Musa alayhissalom bu vaqtlar o'ldiriladigan yil tug'ilgan bo'lsa-mu, Alloh hayot qoldirgan. Ya'ni kelib dushmanining uyida cho'ng qilgan edi. Musa alayhissalom tug'ilgan kunlarda Fir'avnning lashkarlari uyma-uy bu vaqtlarni axtarishga boshladi. Musa alayhissalomning onasi bu ahvoldan qattiq cho'chib ketdi. Tug'ut onasi bu chorasiz onaga ich og'irtib, o'g'il bu vaqt tug'ilganligini sir tutishga va'da berdi. Lekin u uydan tug'ut onasining chiqqanligidan xabar topgan askarlar Musa alayhissalomning uyini axtarib kelishdi. Agar Alloh taolo Musa alayhissalomning onasiga bu vaqtni tonurga yoshirib turishni ilhom qilmagan bo'lsa edi, oshkorlanib qolg'ili ozli qolgan edi. Bu vaqtni bu tariqada yoshirib bo'lmaydiganligini bilgan ana bu yurak parisini nima qilishni bilolmay tamirqab qolganda, Alloh taolo uningga ilhom qilib mundaq dedi: "Aytki, uni, ya'ni bolani sandiqqa solg'in. Ondan uni sandiq bilan daryoga tashlag'in. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn ilib boqsin." Bir ana bu o'qini qandoq o'rkeshlab iqib turgan daryoga tashlay olsin deysiz. Lekin bu amal ilohiy vahiy bilan bildirilganligi uchun g'amkin ana Allohga bo'lgan cheksiz ishonch turtkisida bolasini obdan bir imtihon olgandan keyin paxta sirilgan sandiqqa silib Nil daryosiga tashladi. Allohning o'z panohida saqlaydiganligiga cheksiz ishongan bu ana yanala onalik tuyg'usi bilan o'g'lidan xotirjam bo'lmay o'tadi. Sirtdagi ishlarning qandoq ketayotganligi, o'g'lining tutilib qolmaganligini tantalash uchun qizini sirtga chiqardi. O'g'lining Fir'avnning qo'liga tushib qolganligini anglagan ana intayin qo'rqdi. Alloh taolo bu chorasiz onni bundoq bir qo'rqinch ichiga tashlab qo'ymaydi albatta. Alloh taolo bu ahvollarni bayon qilib mundaq deydi: Musaning onasi Musaning Fir'avnning qo'liga tushib qolganligini anglab as-hushini yo'qotdi. Uning Allohning balni qaytarish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balni oshkorlab qo'yg'ili tas qilgan edi. Sandiq Nil daryosida iqib berib, Fir'avnning qasri oldida to'xtadi. Lashkarlar sandiqni suzib elib, ishidan chiqqan ummaq bir voqni ko'rib, Fir'avnning ayoli Asiyaning uyiga apardi. Alloh taolo Asiyaning qalbiga Musa alayhissalomning mehrini chunqur soldi. Asiya onamiz Fir'avnga bu voqni beqiyam taklifini berdi.
Firavunning qo'rqinchini yo'qotadigan ba'zi sinoqlarni elib borgandan keyin ayolining "Chung bo'lsa bizga asqitib qolar" degan talabini rad qila olmay, beqilish taklifini qabul qildi. Firavun ayoliga "Men sening xushalliging uchun mayli dedim, ammo mening uningga hech hajatim yo'q" dedi. Natijada Musa alayhissalom Firavunning uyida qilib qoldi. Allah nima degan qudratli va hikmatli zot. Musa alayhissalomni beqilish qaror qilgandan keyin bu vaqt uchun iniqon tepish kerak edi. Asiya qasrga bir necha iniqonini keltirgan bo'lsa-mu, bu vaqt hech qaysisini ammay turib oldi. Bolaning bu holatidan andishlangan Asiya qanday qilishni bilolmay yotdi. Shu asnoda bu vaqtning ahvolini tantanlab beqishga buyurilgan Musa alayhissalomning ochisi Maryam bu vaqtning daryodan suzib olinib, qasrga ilib kirib kelganligini ko'rgan va bir bahonalar bilan qasrga kirgan va Asiyaning amalsiz holatini ko'rib turgan edi. Maryam Asiyaga amal ko'rsatib, o'zining yaxshi bir iniqonini to'laydiganligini, xolisa uni chaqirib kelganligini aytdi. Alloh taolo bu ahvolni bayon qilib mundaq deydi: Musaning hamshirisi, sizlarga Musani obdan boqadigan bir oila ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musani ixlos bilan boqadi, dedi. Bu iniqonini chaqirish taklifi qabul qilingandan keyin ana qasrga keltirildi. Bu vaqtni emitgan edi, bu vaqt rad qilmasdan iman yig'isidan to'xtadi. Ana bilan bu vaqtni bu shaklda jam qilgan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Bu vaqt anasini qanig'icha emdi. Ana bolasini butun mehribonlik bilan quchoqladi. Ammo u kishilarni shubhaga silib qo'ymaslik uchun ichirqab ketgan onalik hissiyotini va onalik sig'inishini yoshirib turdi. Musa alayhissalomning onasi Allohning va'dasini esladi va uning iniqonisi bo'lib, uni uyiga elib ketdi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Onasining xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilish uchun biz Musani unga qaytardik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda unga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga shundoq mukofot beramiz. Qur'on Karimda tafsili bayon qilgan bu voqelikdan intayin ko'p darsliklarni ola olamiz. Ananing tavakkuli, Allohning cheksiz qudrati va inson aqli yetmaydigan hikmati, butun insonlardan o'zini ustun ko'rib, ilohlik da'vosi qilgan bir insonning natijada Allohning qudrat oldida naqadar ojiz ekanligi va boshqalar. Allah bu mo'jiza va darsliklar bilan qalbimizni isloh qilsin. Dinimizga bo'lgan muhabbatimizni kuchaytirib bersin.